Surxondaryo viloyati prokuraturasida Huquqni muhofaza qilish akademiyasi ishchi guruhi tomonidan jinoyatchilikni jilovlash, korrupsiyaga qarshi kurashish va energiya samaradorligini oshirishga oid qonunchilik ijrosi yuzasidan sayyor o'quv va amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Dastlab ishchi guruh tomonidan viloyat prokuratura organlari rahbariyati, mahkama xodimlari, shahar va tumanlar prokurorlarining sohaga mas'ul yordamchilari ishtirokida energiya resurslaridan foydalanish va sarflanishiga oid qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazorati mavzusidagi o'quv seminari o'tkazildi. O'quv tadbirida energiya resurslaridan foydalanish va sarflanishiga oid qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazoratini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar, nazorat tadbirlarida e'tibor qilinishi lozim bo'lgan masalalar atroflicha yoritib berildi. Elektr energiyasi tejamkorligini ta'minlash, korrupsiya qarshi kurashish, shu jumladan maishiy korrupsiyani oldini olish va jinoyatchilikni jilovlash masalasida seminar treninglar tashkil etilyapti. Aynan bugungi tadbirimizda birinchi mavzuyimiz bevosita elektr tejamkorligini ta'minlash mavzusiga bag'ishlangandi. Hozir uni tamomladik. Hozirda esa shaxsan o'zim maishiy korrupsiyani oldini olish masalalarida ma'ruza qilish rejalashtirganman va undan keyin bevosita tergov sifati va boshqa mavzularda ham ular bilan gaplashib o'tib, bu boradagi bilimini, mahoratini oshirish niyat qilganmiz. Navbatdagi o'quv mashg'uloti korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish, shu jumladan maishiy korrupsiyaga barham berish mavzusida tashkil etildi. Unda joylarda kundalik hayotda sodir etilayotgan maishiy korrupsiyaning turlari, ularning oldini olishga qaratilgan tadbirlar hamda prokuratura organlariga bu borada yuklatilgan vazifalar xususida batafsil to'xtalib o'tildi. O'quv mashg'ulotlari davom ettirilib, shahar va tumanlar prokurorlari va sohaviy o'rinbosarlari ishtirokida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini oshirish mavzusida o'quv seminari ham o'tkazildi. Shuningdek, viloyat prokuratura va ichki ishlar organlari mahkamalari, shuningdek, shahar va tumanlar tergovchilari uchun kiber jinoyatlarni tergov qilish ketma-ketligi va raqamli dalillarni maqbulligini ta'minlash mavzusida amaliy mashg'ulot tashkil etildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollar bo'yicha atroflicha ma'lumotlar berildi.